Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun bir mini fermamizni obzor qilib beramiz. Bu karlik baran quyonimiz. Hozir ochamiz. Xudo xohlasa bo'g'oz yaqin kunlarda tug'adi. Ular ham bo'g'oz. Sistemasini endi to'g'rilaymiz. Mana bu yerga bir idish qo'yishimiz kerak. Mana bu joyga. Hammasiga suv ketaveradi. Qafasni yangi olganimiz uchun ulgurmadik unga. Carling Gold baran. Xikol. Bo'g'oz inshaalloh. Bular tuqqan. Raddomda. Mana yana xikol quyonimiz. Bolalari. Hozircha xikol bolalarimiz bir 20 tadan oshiqroq bor. Mana bu yerda minilop karlik baranchalarimiz bor. Bitta bo'lsa Germelion quyonimiz tuqqan. 12-yanvar tug'ibdi. Quyonlarimiz bron bo'lgan. Hozir 10 tasi bron bo'lgan xikol quyonlarimizni. Oz qoldi. Nomerlarimiz. Pechkalarni qurib qo'yganmiz quyonxonamizga. Albatta sizlardan bitta like. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Fortishkalarimiz bor bu yerda. Setkaning ichida uncha yaxshi ko'rinmaydi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Albatta obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qanday savollaring bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishinglar mumkin. Like'larni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.